biz doim aytamiz, istixora shu Alloh taolodan xayr talab qilish degani. Qachon banda istixora qiladi, Alloh taolo menga yaxshilik bitadi, meni o'zimdan ko'ra yaxshiroq biladi, menga o'zimdan ko'ra mehribon degan aqidalar bo'lsa, shu aqidalarni asosida istixora qiladi. Lekin bir kishi istixora qilsa-yu, aytgan narsam albatta mana shuni qilaman baribir deb turib oladigan bo'lsa, istixora qilgandan keyin bosim o'tkazadigan bo'lsa, o'sha ishni bitkazishga masalan, unda istixorasi yolg'on bo'ladi. Istixoraning sharti shuki, sababni keltirib natijaga bosim bermaysiz. Bitta qizga uylanmoqchisiz. Sabab nima? Rag'batingizni izhor qilish, o'zingizni tanitishingiz bo'ldi. Bosim o'tkazib olish emas. Ammasiga aytib, amakisiga aytib, domlani o'rtaga solib, hokim o'rtaga solib yo'q. Siz shu qizga osovchi bo'ldingizmi bo'ldi. Sabab shu. Ya'ni siz o'zingizni tanitdingiz va talabingizni, rag'batingizni izhor qildingiz. Bo'ldi. Natija u qizni rozi bo'lishi, otani rozi bo'lishi sizga berish. Uni Allohga tashlaysiz. Istixorani sharti shu. Safarga chiqmoqchisiz. Istixora qilasiz. Alloh taolodan so'raysiz. Allohumma inni astaghiruka bi'ilmik. Seni ilmingdan xayr so'rayman deb duo qilasiz. O'sha istixora duosi. Agar ish oson yursa, chipta osongina topilsa, chiptaga pul ham oson hosil bo'lsa, yo'lingiz oson kelishsa, demak istixoraning javobi shu bo'ladi. Shu yerda istixoraning bir necha qoidasini biz bilishimiz kerak. Birinchi istixora yuqorida aytganimizdek, Alloh subhanahu va taoloning ilmiga, qudratiga va rahmatiga tayanishdan kelib chiqadi. Ilmiga, rahmatiga, qudratiga tayanmasangiz istixora qilib qo'yirish kerak. Ilmiga tayanishingiz, Alloh taolo menga foydali narsani mendan ko'ra yaxshi biladi deganingiz. Va oqibatni men bilmayman, Alloh biladi deganingiz. Ikkinchi, qudratiga tayanishingiz. Alloh taolo istagan narsagina bo'ladi va Alloh taolo menga yaxshilikni yaratib berishga qodir. Men o'zimga o'zim yaxshilik yaratishga qodir emasman. Uchinchisi, rahmatiga iymon. Alloh taolo menga o'zimdan ko'ra mehribon, shuning uchun ishimni unga topshirsam, men o'zim reja qilgandan ko'ra uni tadbiri yaxshiroq bo'ladi. Menga yaxshilikni mendan ko'ra ko'proq ato qiladi. Degan aqida bo'lsa, shu odam istixora qiladi. Shu aqidalar asosida. Shu aqida bo'ldimi, u aqida bo'lsa tebranmasligi kerakki. Birinchi qoida shu aqidalar shakllangan bo'lishi kerak. Ikkinchi qoida hadis sharifda idza hamma ahadukum, birovingiz bir ishga jazm qilsa, qasd qilsa deganlar. Ikkilansa emas. Biz ko'pincha tushunamizki, istixorani ikkilanganda qiladi deb tushunadi ko'pchilik. Ikkilanmasa, o'zini kallasi aqli bir narsaga so'ramasa qilaveradi Allohdan. Duo qilmasdan. Falonchiga 50 ming bersam, 15 ming bersam, faloncha qolar ekan desa, ko'zga yetsa, top etib berib qo'yadi. Farq o'tirmaydi. Falonchini qizini olsam yaxshi bo'ladi desa, top etib olib qo'yadi haligi. Qachonki unga yoki qiziga sovchi kelsa, o'ylagan joyidan shart deraveradi. Qachonki ikkilansa, o'shanda istixora qilish bor bizni. Qiziga sovchi kelgan, Mahmudjondan ham kelgan, Karimjondan ham kelgan. Salimjondan ham kelgan. Karimga beraymi, Salimga beraymi deb istixora qiladi. Karim kelgan paytida yoqib qo'ygan bo'lsa, istixora qilmasa beraveradi. Yo'q. Ikkilangan paytda istixora qilinmaydi. Istixora ikkilanishga qilinmaydi. Istixora jazm qilinganda qilinadi. Qaror berilganda qilinadi. Qaror berilganda qadam bosishdan oldin qilinadi. Ikkilanganda-chi, ikkilanganda mashvarat qilinadi, maslahat qilinadi, tafakkur qilinadi. Ikkilanganingizda tafakkur qilasiz, mashvarat qilasiz. Keyin bir tomonga qaroringiz keladi. Qaroringiz kelgan paytida keyin istixora qilasiz. Shuning uchun hadis sharifda idza taraddada ahadukum mas, ikkilansa emas, idza hamma ahadukum, birortangiz qaror qilsa bir ishga. Qandoqki bir salmoqli ishga qaror qilsa, har qanday. U dunyoviy bo'lsin, uxroviy bo'lsa ham mayli. Madrasa qurish bo'lsa ham mayli, masalan. Yoki falon ustozga shogird tushish bo'lsa ham mayli. Endi istixoraning javobi qanday bo'ladi? Istixoraning javobi tushida ayon bo'lishi mumkin ba'zi odamga. Agar uni ruhiyati olami misolga o'tadigan darajaga o'tgan bo'lsa. Tushida ayon bo'lmasligi mumkin, ko'ngliga tushishi mumkin, bir tomonga rag'bati oshishi mumkin. Lekin bu ikkalasi ham asos emas. Asos undan keyingi ishni yurishi. Ish yurishi osonlashsa, qulaylashib ketsa, istixoraning javobi o'sha bo'ladi. Qil degan bo'ladi o'shani. To'siq paydo bo'lsa, noqulaylashsa, qilma degan bo'ladi. To'xtash kerak o'shani. Falon uyni olaman dedingiz. Istixora qilganingizdan keyin
egasi uzratib qoladi. Yoki ish chiqib qoladi. Cho'ziladi. Nimasidir o'xshamay qoladi. Shuni olaman dedimmi, olaman deb bosim o'tkazmaslik kerak, tashlab qo'yish kerak. Agar yurib ketsa, o'zidan siz sababni keltirgansiz, xaridor bo'lgansiz, bo'ldi. Oson yurib ketsa, keyin istixoraning javobi shuni qil deyotgan bo'ladi. Yurishga qiynalsa, istixoraning javobi o'sha qilma deyotgan bo'ladi. Gohida ba'zi odam masalan bir qizga ko'ngil qo'yadi-da, istixora qiladi keyin ko'nglim chopyapti deydi. Faqat qiz dadasi unmayapti deydi. O'sha istixoraning javobi bo'ladi. Qiz dadasi unmayapti-yu, istixoraning javobi o'sha. Men ko'nglim chopyapti, istixoraning javobi ha deb bo'lmaydi. U istixora qilmasa ham chopayotgan ko'ngli. Tushiga ham ko'rishi mumkin, farzanddan ko'rishi mumkin tushida. Lekin u javob emas. Istixoraning javobi dadasi unmayaptimi? Yo qiz istixorasi ijobat bo'lyapti, unga xayr emas bu yigit. Yaxshilik emas. Yoki o'sha yigitning duosi ijobat bo'lyapti, yaxshilik o'sha qizda emas bunga. Yo u qizda yaxshilik yo'q bunga. Masalan, hamma tomon yaxshi bo'lishi mumkin, farzand ko'rmasligi mumkin bunda. Yo'inki undan ko'ra yaxshisini Alloh bitayotgan bo'ladi bu yigitga. O'shaning uchun istixoraning sharti natijaga bosim o'tkazmaslik. Sababni keltirib Allohga tashlab qo'yish. Duo shuni ifoda qiladi. Allohumma inni astakhiruka bi'ilmik. Alloh, men seni ilming vositasida yaxshilik talab qilaman. Sendan yaxshilik so'rayman. Sendan so'rayman yaxshilikni. O'zim hosil qilaman emas. Siz o'zim hosil qilaman, o'zimni baxtimni o'zim topaman, o'zim bilaman deydigan bo'lsangiz, istixora qilib qo'yavering. Undan keyin mayli, baxt topsangiz ham mayli, topmasangiz ham mayli. Lekin istixora qilmang. Istixora yolg'on bo'ladi. Istixoraning sharti siz bosim o'tkazmaysiz keyin. Astakhiruka, sendan xayr talab qilaman, yaxshilik. O'zim topaman emas. Bi'ilmika, ilmingni vosita qil. Chunki menga nima yaxshi sen bilasan. Va astaqdiruka biqudratik. Seni qudratingdan qudrat so'rayman. Inni astakhiruka bi'ilmik va astaqdiruka biqudratik va as'aluka min fadlik. Va seni fazlingdan so'rayman. Fa innaka taqdir va la aqdir. Chunki sen qadar qilasan. Sen qodirsan, men qodir emasman. Va ta'lam va la a'lam. Sen bilasan, men bilmayman. Va anta allamul g'uyub. Sen g'ayblarni bilguvchisan. Mana shu yerda banda o'zidan voz kechgan bo'ladi. O'zini bilimidan ham voz kechgan bo'ladi. O'zini qudratidan ham tongan bo'ladi. O'zini aqlidan ham tongan bo'ladi. Hammasini Allohga topshirgan bo'ladi. Shu tuyg'u bo'lmasa istixora kerak emas.